Assalamu alaykum qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun almashlarning turidan ko'rsatish almashni o'rganib o'tamiz. Biz ikki dars oldida mush almashlardan boshlagan to'q. Golland tilida jami 9 xil almash va har bir soatlik darsimizda birdan almashni o'rganib o'tmoqchidik. Bugun ko'rsatish almash, ya'ni anwesend fornamord deymiz. Ya'ni anwesend degan shu bir narsani ko'rsatish, ishorat qilish degan ma'noda. Ondan almashlarninki aniqlamasi, buni almashni dastlabda boshlagan vaqtimizda so'zlagan, lekin har soatlik darsda ham qisqacha keltirib qo'yamiz. Buni o'zingizlar o'qisanglar bo'ldi, so'zlab bo'lgandan keyin hozir tafsiliy yana so'zlamayman. Endi bugun o'rgandig'imiz anwesend fornamord, ko'rsatish almash. Endi bu ko'rsatish almashning bizning Uyg'ur tili grammatikamizdagi aniqlamasi, yani şeylerni, ularning belgi xususiyatlarini, sanini, subjekt bilan obyektning yiroq yaqinligidan iborat turlik munosabat holatlarini ko'rsatish uchun qo'llaniladigan almashlar ko'rsatish almashlari deb ataladi. Ya'ni Golland tilidagi aniqlamasi shunga o'xshashlar. Ya'ni ko'rsatish almashlar odatda jumlada qaysi, qandoq, qanchalik, qayer degandek savollarga javob bo'lib keldi. Ya'ni şu mesela muş kişi, muşundaq iş, bu, u, avu, buni, uni, avni degandek muş sözlərinin həmmisi almaş buldu. Yani almaşlar hər xil türlərdə boludu. Məsələn, şəxs və şeylərini oruncaynı göstərən almaşlar bolab. Məsələn, u, bu, şu, avu, ənə, anda, munda degandekçi. Yani şeylerin xususiyetlerini görsəgə almaşlar, undaq, mundaq, şundaq, şundaq degəndək. Və ya ki san miqdarını, mesela muşunçilik, munçilik, şunçilik degəndəkcə. Əmdə muş almaşlarınki Golland tildəki aniqlamasını hazır bir-birləb görəb çıxımız. Yani Golland tildəki ko'rsatish almaşlardan ən mühim asasi 4 ko'rsatish almaş deze, di, dat, dit. Muşu töti gündelik turmuşda, ağız tilda veya giziq tilda bek köp işletildiğen töt almaş. Hazırgıca biz bu almaşlarını tekstlerde uçurgançu. Lekin bu avu deplam tercümesini ügünüp mangan, lekin qanda vaqt işletimiz, zade qanda ma'nida bularni tafsili sözlemegen to'q. Bugün şunu ügünüp ötimiz. Ana bunun üçün bir cədvəl əkeldim sizlərə. Şu 4 xil almaşninki işletilishi, yani dit. Aldılan dit. Dit degeni bu degan ma'noda, yani yaqindagi binasini, yaqindagi bir şeyni ko'rsatish ishlatamiz. Bu odatda het artikul keladigan ismlarga keldi. Yani Golland tilininki shu almashlardimi bir murakkab yeri. Hit artikul keladigan ismlar bir xil almash ishlasak, d artikul keladigan ismlar bir xil almash. Ondan birlikka bir xil ishlasak, ko'plikka bir xil. Shunga bu sal murakkabroq, lekin ancha ta'sim emas. Shunga dit degani hit artikul keladigan ismlar ishlatiladi. Masalan, dit house is groot. Yani bu uy cho'ng demoqchi bo'lsak, o chaqda ditni ishlatamiz, chunki house hit house bo'lganligi uchun. Ondan deze degani ham yaqindagi, bu yaqindagi şeylarni ko'rsatish ishlatamiz. Lekin bu d artikul keladigan ismlar ishlatildi. Masalan, Daisy fits is with desak, yani bu velspit aqrangda, yani d fits bo'lganligi uchun mas holda Daisy fits deymiz. Yani did fits desek bo'lmaydi. Chunki fits degan d artikul keladigan ism, shunga Daisy. Ma'nomi masalan did house desek, nima? Daisy house desek bo'lmaydi. Grammatiklik hukm jihatdan to'g'ri bo'lmay qolib qoldi. Hit house bo'lganligi uchun did house. Ondan barliq ko'plik ismlarga yaqin ko'zimizga ko'rinib turgan ko'plik shakldagi barliq ismlarni ko'rsatish uchun Daisy'ni ishlatamiz. Ya'ni Daisy hem birlikte ismlarga hem barliq ko'plik ismlarga. Chunki ismlarning barliq ko'plik shakliga d artikul keltiramizmi shu sababdan. Shunga masalan Diese Hausen sein groot, yani bu uylar cho'ng.
Miyada hausen dep, yani the hausen boğanlık üçün, şu miyada hazır dais'ini işlesek buladıdı. Yani bu öyle çoğun. Daisy fitsin zaynvit, yani bu velosipedler akıranda dep, yani közümüz körünüp doğan cıkkıda öyle olsa, bu öyle çoğun dep, işte köstü atkan bolsak, daisy hausen, daisy fitsin. Andın yiraktaki näsläni, yani avu degendek ifadeleş şekli, het artikollağı dat. Mesela dat house is groot, yani av öy çoğun. Het house boğalık üçün dat house is groot, av öy çoğun. And die fiets is wit, yani the artikol kıldıgan yiraktaki isimlağı die işiltimiz. Die fiets is wit desek, yani av velosiped akıranda dep çoğun. Yiraktaki bir velosipedni köstüvatıdı. Yani artikollarınki şu dit, daisy, dat, di. Şu töt xil artikol var. Ditni het artikol kıldığı isimlağa yıkındaki, daisy the artikol kıldığı isim yıkındaki. And then dat het artikol jiraktaki, di the artikol jiraktaki. Əməliyyatda and daisy bütün barlıq köplük isimlağa yıkındaki şeylerini. Yani emniyette pek təsimi emas, lekin sel adamni qaymuqturdu. Şu an bu cədvəlni sizlər bir iş küçükdüm oqub etsanlar, yendeki misallar bilen çoxum düşünüşüp oldu inşallah. Endi bir qancha misallarni ko'rib o'tamiz. Hozirgacha bu 4 xil artikol bizga jiq uchraganchu tekstlarda. Endi jumlalarda tekstlarda qanday keldi deganda, masalan, ik vind deze opdracht niet moeilijk. Yani men bu ko'nikmani ta'sis qilmadim. Yani deze opdracht, the opdracht bo'lganligi uchun mas holda deze opdracht deb kelyotdi. En ikkinchi jumla, uiteraard is dat programma nog te bekijken op internet. Yani elbette siz o programmani tordan ko'ralaysiz. Miyada dat deb işletkenlik üçün, yani bu programma hit programma. Ma dat degeni yiraktaki bir şeyini gösterdi. Şu hazır miyada bu programma deb yılqı köz aldıda köstüp durup emas, belki o programmini debço. Yani jirakta deb yılqı bu programma degen jirakt emas, lekin hazır şu programmini mesela televizorda kömeyatdı, yoki ekranda kömeyatdı. Yani bir programmada, lekin hozirning o'zida ko'mayotgan bir programma to'g'risida so'zlashyapti. Shunga albatta siz u programmani to'g'ridan ko'ra olasiz debchi. Miyada shunga dot kelyapti. Endi qisqasi shu qaysi anwezende fornamod, qaysi ko'rsatish almashining ishlatilganiga asosan biz qanday ma'nini bildirmoqchi bo'lganligini hammani bilalaymiz-ku. Mesela 3. misal, dat lieve meisje is erg vrolijk. Yani dat degan asli het artikolga yiraktaki şeylerini yoki odamlarni ko'rsatish ishlatadi. Shunga miyada hozir av qiz bola deb shal jiroqroq bir qiz bolani ko'rsatyotdi. Dat lieve meisje is erg vrolijk. Yani av umaq qiz bola ba xushal deydi. Het meisje bo'lganligi uchun mas holda dat kelyotdi. En 4. misal, ik heb het boek chatrooms gelezen. Yani men Paranglish Öy degan kitapni o'qigan. Dat boek is geschreven door Helen Verswijk. U kitapni Helen Verswijk tarafidan yozilgan deb miyada hozir het book bo'lganligi uchun dat book deb kelyotdi. Yani bu yerda dat yani u kitapni deb yani jiraktiki. Yani u kitap hozir ko'z oldida yo'q. Hozir ilqmiş kitapni va u kitapni o'qigan deb, u kitap hozir ko'z oldida bunda ko'z tutlam, yani bu kitapni ilqi demayotdi-ku. Shu u kitap balki ya boshqa yerda, shu bir kitobda o'qib paranglashib, u kitap deymiz-ku. Shu yerda mas holda dat deb kelyotdi-ku. Mush ishiltishga qarab sizlar masalan hozir mishadum u kitap ko'z oldida yo'q ekan deb bilalaymiz-ku. 5. jumla, dit book is erg mooi. Yani miyada dit deganni biz het artikol yaqindagi ko'z oldimizdagi narsaga ishlatdik. Shu miyada dit book yani hozir bu kitap deb ko'z tutib turib bir kitapni da'vatdi. Bu kitap bek yaxshi ekan. En waarschuwt veel jongens en meiden. Yani yoshlarni, o'g'illarni va qizlarni ogohlantiradi ekan deydi. Shu miyada dit book deganiga qarab biz shu
derhalla bu yaqindagi şeyini işiltətdik, göz aldida ko'rsatib turib, davtibdi deblam düşünümüz. En altıncısı, die schrijfster heeft meer boeken geschreven. Yani, miyadki die degeni, yani de artikelga jıraqdiki narsalarga işiltətdi. Şu miyad hazır hem de u ayal yazğuchi debcu. Yani şu jıraqdiki, yani hazırның özüde u ayal yazğuchini ko'rsatib emas, u ayal yazğuchi ko'rmayapatidi şu. Jıraqdiki u ayal yazğuchi jiqqir kitaplarni yazgan deb tasvirlayapatidi. En deze week ga ik een ander boek lezen. Yani bu hafta da, yani muş haftanın içinde demekçi şu. Mesela ben bu deze week desem, bugünkü düşenbe o, yani iş kılıp yeni bir düşenbe geçerdi yani bildirucu. Bu hafta deb. Anda yeni misallar, adette bu anlayışında fornamont bazıda müstakil alettim kildi. Yani her daim kendinin çokum bir, mesela dit boek, deze schrijfster deb çokum bir ko'rsatgan şey kelishi shart emas, mustaqil mi kelaleydi. Mesela, veliye dit yazışı an of dat, yani dat deb keynide yani yazışı degan çup kaldı. Çup kalsın buluyordu işte aletçi. Yani siz bu çapanı keydiniz var mı, yoki avnu mu deb ko'rsatadi. Het yazışı bo'lganlik uchun mas halda dit deb kelyapti. Andan ham yana het yazışı bo'lganlik uchun av çapanı deb yani mas halda dat kelyapti. Andan yana bir misal, where is it papier? Yani ba'zida o'sha het artikel keldigan ismlarga almashgan vaqtda o'rniga dat almashib keladi, de artikelga di almashib keldi. Mesela mamiz ikki misal, where is it papier? Yani qog'ozga dat heb ik net op tafel gelegd. Yani men onu bayla üstelde koyup koydum. Yani dat degeni uni debçi, het papierini ko'rsatmoqchi. Yani bir misal, waar is de krant? Yani gazetqini die is vanmorgen niet bezorgd. Yani onu bugün ertegen akilib bermedi deb, yani ma ikki misaldan sizlarga tushundirmoqchi bo'lgan nuqta, het papierga, het artikel keldigan ismlarga dat almashib keladi. De artikel keldigan ismlarga di almashib keldi. Şu yerda where is the krant, yani de krant bo'lganlik uchun di is, bu yerda dat desak bo'lmaydi. Chunki de krant bo'lganlik uchun. Ondan eng oxirgi bir misolimiz, ma'lum ilk mustaqil holatga kelgan shakli. Mesela, ik wil graag een mix van chocolaatjes. Ik wil wat van deze, een paar van die en ook wat van die. Yani mening shokoladlardan aralashag'im bor, maningdan azroq, aningdan bir qancha tal, mavdan ham azroq debchu. İşte aningdan, maningdan, mavu deb ko'rsatgan, yani mushta shakllardan o keladi. Yani ko'rsatish almash, eng muhim 4 ko'rsatish almash, dit, deze, dat, di, mushu. Buni hozir dastlabda balkim sal murakkab tuyulishi mumkin, lekin o'sha bayat jadvalni qayta ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilmay, darsni tushgandan keyin. Endi bu 4 muhim ko'rsatish almashdan boshqa yana bir qancha ko'rsatish almashlar bor. Bu ko'rsatish almashlar 5-ki saviyada grammatik uchun, lekin biz bu grammatik darsimizda hamma saviyani asos qilib turib so'zlaganligimiz uchun buni qo'shib so'zlab boramiz, lekin buni hozircha sizlar deb mushu ko'rsatish almashlar hech bo'lmaganda jumlada chiqib qolib qolsa, toniyaligidek bo'lsanglar, ma'mundati, ma'nisi mundati deb hozirning o'zida darhol ishiltib qilmasanglarmi, toniyaligidek bo'lsanglar shunchalik yetarlik. Mesela bu türlük almashlarning birincisi zon, yani buningdek degan ma'noda. Yani bu ayrım yazılıp, bu da so ein deb bundan yazıldı. Mesela wat in mooie auto. Zo'n auto zou ik willen hebben. Yani nima degan chiroyli mashina, men mushningdek zo'n auto, mushningdek mashinam bo'lishni orzu qilardim debchu. Yani mushningdek mashina, miyadamda mushningdek degan ma'noda kelgan. Yana bir misol,
zon hitte habe ich noch nicht eher meegemaakt. Yani bunda ısıqni men burun körüp bakmagan depço. Yani bundak digen ma'nida çıkıdı miyada. Yani zon digenning şu muşningdek, bundak, şundak, mundak degandek muşta ma'nileri bar. En ikkinchi bir xil almash deygini, deygini. Bu daim adamlarning oldida keldi. Yani bir adamni ko'rsatib, yani bizning tilimizdagi yiliqi yoki munda qilgan kishi degan shunga o'xshaydi. Masalan, wil degene die het laatste vertrekt, het ram dicht doen. Yani kim ahirni mangsa, kim degandek, yani ahirni mangan kishi derazani ipasi bo'lamdi. Yani wil degene die het laatste vertrekt. Yani ahirda mangan kishi, ahirda mangan adam. Madem kişi degandek ma'nosi chiqadi uchun. Yani ahirda mangan kishi derazani ipasi bo'lamdi. Veya ki deze mjölk is bestemd voor degene die het laatst vertrekt. Yani bu ilgat en ahirda mangan kishi uchun. Madem kishi degan ma'nosi chiqadi. Masalan, bu tamoq en jiq ish qilgan kishi uchun debchu. İşte bir ifodalash shakllarida shu degene deganni ishlatamiz-chu. En degene met de snelste tijd wint. Yani en tez bo'lgan kishi vaqtdan uftudu. Yani en tez bo'lgani vaqtdan uftudu deb. Şun buni hozir buni ishlatib bilan bunda jumlalarni tuzish hozircha tez, lekin hech bo'lmaganda degene deganning ma'nolarini bilib olsanglar shu yetarlikchu. Ama bu birlik şekli hozir. Andan buningki ko'plik shakli bor. Shu ko'plik shakli eng oxirgi allam qo'shildi. Deyginin yoki deginin. Bu ikkilisininki normaldan alınış ishlatib olsak bo'laverdi, jiq farqi yo'q. Masalan, ko'pligi degan vaqtda degenen die noch geen kaartje hebben kunnen dat nu ophalen. Yani kartisi bo'lmagan kishilar hozir ilvasi bo'ldi. Yani kimning kartisi bo'lmasa hozir ilvasi bo'ladi debchu. Yani kimning kishilar degandek ma'nolarda chiqadi. En degenen die mee willen moeten nu stappen. Yani billi bir ishni xohlaganlar, billi bir ishni xohlaydigan odamlar cho'qim hozir chiqish kerak. Yani kim billi bir ishni xohlasa, cho'qim hozir chiqish kerak debchu. Har xil tarjima qilsak bo'ldi. Endi shu yerda kim, kishilar degandek ishlar ma'nosi chiqadi. Wie verdeelden de deelnemers in teams waarna degenen in het blauw team begonnen. Yani biz qatnashuvchilarni guruhga bo'lamiz. Undan keyin ko'p guruhga bo'linganlar, yani degene in het blauw team ko'p guruhga bo'linganlar boshlaydi degandekchu. En degenen die nog niet klaar zijn, moeten opschieten. Yani ishini tugatmaganlar tezroq bo'linglar. Kim ishini tugatmagan bo'lsa, tezroq bo'lsin. Deb miyadamda shu kim yoki tugatmaganlar. Ishqilib, har ikki tarjima to'g'ri deb o'ylayman. Shunga buni ma'u ko'plik shaklichu. Bu mushta odamlarga ishlatildi. Uchinchi xil almash datgene. Bu shu degene deganga o'xshash, lekin narsalarga ishlatamiz, shaylarga, narsalarga. Masalan, je mag niet datgene doen wat verboden is. Yani siz cheklangan undashni qilsangiz bo'lmaydi. Datgene undaq, u narsa, bu narsa degandek ma'nosi bor. Ikkinchi jumla masalan, datgene wat ik gezien heb is te mooi om waar te zijn. Yani men ko'rgan u narsa shunchalik go'zalki, yani rost bo'lishi tez. Yani bu yerda hamda u narsa demakchi. Je moet je niet zo storen aan datgene wat hij zegt. Yani siz uning degan undaq gaplarga ko'nglingizni yarab qilmang deb, yani datgene undaq degandek ma'nosi chiqadi. Yani bu işte undaq gaplarga, u narsa, undaq ish deb, yani narsalarning oldida, shaylarning oldida kelyotdi. Ondan to'rtinchi xili zulk yoki zulka. Her ikki xil shakli bor. Yani bundaq, mundaq degan ma'noda. Bu ham narsalarningki oldiga keldi.
adamlarning maldığı keldi. Mesela zülkü deyen findik navlök. Yani ben bundan aslanı yaxşı görmem depçi. Miyada d deyen boğalık üçün d artikul keldiği isimlağı zülkü keldi. Het artikul keldiği isimlağı zülk dep keldi. Şu azma d deyen boğalık üçün zülkü. İkinci misal, zülük fuluk, violik nit over the floor haben. Yani bunda adamlarning öymge kirishini xalamayman depçi. Yani zülük fuluk. Fuluk degan xalq degan gap. Yani bunda xalqning, yani bunda adamlarning demekçi. Bu ham mustaqil holatda kelalaydi. Masalan, bu misolda findt ihr dit sort films leuk of zulke? Yani siz bu türlük filmlarni yaxshi ko'ramsiz yoki unda türlükünü mi depçi? Yani zulke. Yani zulke planten, yani bunda güller haben viel Sonne nodig. Yani cık kuyaş nuruna cık ihtiyaçlık. Yani zulke adette yani müştaylık sübetlerini miqdarini mi bildirip keldi. Mesela ma cümlede Sie haben zulke groot Hunden depçi. Yani şunda yoğan bir ihtiva eken dep. Yani şundaq depçi. Yani ularning şunda yoğan bir ihtiva hetlayke vil paridin. Yani atqılı oxşaydı deydi. Yani zulke groot Hunden şunda çoğun işleri var depçi. Yani şunda miqdar jihatimi şunda yoğan dep bildirmekçi. Ondan son bayağı birincisini sözlegendik. Yani bir qancha misallar. Mesela ik heb zo'n hoofdpijn dat ik door de pijn misselijk werd. Yani bişim şunda ağrıp ketdi ki ağrıqdan ko'nglim ilişip ketdi. Yani şu zo'n hoofdpijn, yani şunda bişim ağrıp. Yani ik heb zo'n zin in kopi cappuccino. Yani şunda bir stakan sütlü kahve içkim kep ketdi depçi. Zo'n hitte heb ik nog niet eerder meegemaakt. Yani bunda ısıqni bişimde ötküzüp bakmagandım. Ondan zo ein degene mustaqil holatda kelgan shakli. Yani zon bu qisqartirilmiş shakli. Buni keyin cho'qim ko'zitib kelgan bir ism, bir şeyi, bir narsa kelishi kerak-ku. Zo in degan mustaqil kelalaydi. Mustaqil kelganda mushta zo in deb ayrim yozamiz. Yani zon deb bunda yozsak bo'lmaydi. Masalan, bu misol will je in water ijsje of will je er zo in? Yani siz buz çok muz yeyishni xohlamsiz yoki mundaqdimi deb yani mustaqil holatda kelyotidi. Endi eng oxirgisi dergelijk, soortgelijk, dusdanig, zodanig, bularning hammasi shu mushunda, shunda, mushunda turidagi debchi. Bular hammasi ham ko'rsatish almashlar, shundaq, mundaq deb. Bu odatda kundalik turmushlarda ig'iz tilda bekchiq ishlatilib ketmaydi. Ba'zilari maxsus yiziq til ishlatildi. İşletilişi hozirning o'zida sizlar uchun sal ta'sirroq so'zlar grammatika, lekin men boya degandek bularning hech bo'lmaganda ma'nisini bilib hech bo'lmaganda ish qilib jumlalarda uchirsa tarjima qila olgandek, tushuna olgandek bo'lsanglar hozircha yetarlicha. Masalan, mana misollar soortgelijke zaken waren al eerder gebeurd. Yani bundaq ishlar, yani bunun o'xshash ishlar, bu turdagi ishlar burun yuz bergan. In the class was it in dusdanig lawaai geworden. Yani sinfning ichi shundaq bir varangchirum bo'lib ketdiki, dusdanig lawaai, yani shunda bir varangchirum. Dat je niks kan horen. Yani siz hech kimning gapini anglayolmaysiz. En hij kreeg een zodanig compliment. Yani u shunda bir maqtashga erishdiki, dat hij begon te blazen. Yani yüzleri qizirib ketdi debchi. Şu miyadagi zodanig, dusdanig degan o'sha shunda soortgelijke, mushunga o'xshash degandek ma'nolari bor. Shu bugungi ko'rsash almash to'g'risidagi darsimiz mushu. Shu darsdan qisqacha xulosalasam, sizlar hozirning o'zida hozirgi saviyada shu boshda jadvalda chiqqan deze, dit, dat, di mushu to'rtininki qanday ishlatilganligi cho'qim sizlarga yodda bo'lishi kerak, tushunish bo'lishi kerak-ku. Mushuni ham o'zingizlar ishlataoladigan darajaga yetishinglar kerak. Lekin qolgan 6 turlik zon, zulke, dergelijke, soortgelijke, dusdanig, zodanig degandek almashlarni
Hiç olmaganda ma'nisini bilsanglar, bu ko'rsatish almashlar ekan, bunda ma'ni ekan deb aşı yetarli. Şahsen men bu normal gap qilganda bunda dir xiliki, sort xiliki, buni odatda bek ishiltib ketmayman. Ba'zida bir nima yozgan vaqtimda, işte bir ifodalashga zarur bo'lib qolgan vaqtda lug'at axtarib ishiltib qilib qolman. Lekin bu shu sal yuqori saviyadagi grammatika ham buni bek ishiltib ketmaymiz, lekin bilib olsak albatta yaxshi. Şuna bugünkü ders şunchalik. Bugünkü dersdan yani hozircha mashq ishlamaymiz, chunki hozirning o'zida mashq ishlasal burun deb o'ylab qoldim. Lekin men ayrim mashqni sizlarga avatib birman, darsdan tushgandan keyin ash jadvalni yana bir qitim ko'rib chiqib, inshaalloh mashqni ishlab baqsanglar bo'ldi.